Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun diska balon temasini to'g'ri ikkiga bo'ldik. Nishat desangizlar narx taraflama. Komplekti 8,5 million so'm turadigan narsani bugun biza podpischilarimiz uchun 1,5 million so'mga berdik. Buni to'g'risi metallama topshirsam bundan ko'proq pul beradi. Ko'rinishini bir baho berib qo'yinglar, narx bo'yicha ham o'ynashaveramiz. Yana o'zlarimizni San'atbekka xudo xolasa balon diska qo'yib taqlab berdik. Podakasini mina gras original yana stingulashning balon qaraytiradi. Bundan legendarniy, odam legendarniy nima deydi? Isparada rahmat katta bizga tanlovimiz uchun, ishonch uchun. Rahmat, Yaxshi kunlarga, ko'rib to'ylarga edagasizlar. Zo'r gap yo'q. Hamma tavsiya etamiz. Ona gap. Rahmat og'a, sog' bo'ling. Yaxshi, sog' bo'linglar. Navbatdagi BYD Khan mashinamizga balon qo'yapmiz, Nexon balonni. Ish ko'p bo'lgan, vaqt yo'q, speedat bo'lmayapti. Shuning uchun o'zlarimizdan yordamlashib beraveramiz. Hurmatli podpischilar, navbatdagi Depal S07 mashinamizga Nankan brendining 255-55-20 balon qo'yib berganmiz. SP9 modeli. Bu Tayvanning narsasi, o'ta sifatli mahsulot bo'ladi. Mashinamiz o'zi dim yumshoqadidan yana ham yumshoqlashib ketdi, xudo xolasa. Hurmatli podpischilar, yana salondan chiqib keldi og'am Damas'da 12 lik balon qo'yganmiz. Kero 175-70-12 razmerda. Paket mashinani Suxoy tumanidan berdik. O'zini toza istar bilan olib, bizning bu kartamiz shuda ishlangan, masalan, size yil davomida aytib beramiz. Bu arzimon sovg'a. Bizdan mashinani 100 ko'rimlikdimi? Og'a, rozimisiz? Yoqdimi sizga? Men hurmatli podpischilar, navbatdagi Onyx Redline mashinamizga ham Moxkidin Grand Track 400 ollar archa balon qo'yib berdik. Germansk texnologiya. Xudo xolasa sifatini biza javob beramiz. 205-60-16 razmerda bo'ldi. Xudo xolasa buni ko'rinishini ham dim mas balon doğrusu. 12'chilar o'zi biladi. Hammasi shu Grand Track'ni tanlab keladi. Chunki ko'rinish taraflama ham, yumshoqlik ham, har taraflama xullas standartga javob beradi uka. Rahmat bizani tanlaganing uchun. Navbatdagi Nexus 3 mashinamizga Aeroride balonni berdik. Bahasam sifatan. Mana yaptım aksi. Turuşu. Balon 4'müş. 100 bin kilometre garanti var. Galaverasda 24-7 şurada xizmatdamiz. Hurmatli podpischilar, sen canım Pazarsdan geldi. Dağlaşıp, tartışıp, özlerini hesaplab alıp, çıkıp çistin. Ne dedi ya, musulmançasına tartıştık. Hatta xolasa ikkimizden razı olalım, doğru geledim yerine geldik. Yine Monza'nın üzerine böyle diskesini koyup verdik ama Gepomax çarım zavodunun balonunu koyup verdik. Bir taraf xolasa 80 bin kilometre zavodun garantiyası balonda. Hurmatli podpischilar, navbatdagi Gentra mashinamizni 15'lik qalpoqlarda turadi. Bunga biz 17'lik diska balon koyup verdik. Ağamızın maşinidan toza ağan ekan. Xudo xolasa ko'ngildaydim bo'ldim ağa. Yana Barat bizani nima deydi? Podpischikan. Jo'rasini ekkan kallasini buzib, amallab buzdik ish qilib yana. Ağa, rahmat bizani tanlagangiz uchun nimda mashalkasi, yana balon qaraytiradigan va dabalganning ovozi Suxoy tumaniga olib beramiz, ağa xolasangiz. Yana bir gigant BYD Chador mashina bo'ladi. Bu gibrid. Bilasizlar, gibrid mashinalar tezligi o'ta kuchli bo'ladi. Buni hozir bundan eldan bir balon turadi, endi adını aytib o'tirmayin. Doğrusu chidamagan. Biz bunga sifatli archa ishli, chuqurligini millimetrlar ham katta bo'lgan Max Trax sifatli balonni qo'yib berganmiz.